Endi Prava Sartbas Nexus degan Armada degan zavodda ishlab chiqarilgan skuterlarimiz tayyor bo'lgan holatda do'stlar, buni ko'ringlar, har xildan bor. Ko'rishlari mumkin. 2 tali, 3 tali, 2 tali, 1 tali hammasidan bor. Narxlari keladigan bo'lsa $200 boshlab do'stlar ketaveradi. $1100 ko'ringlar, juda ham arzon narxlarda. Faqat naqd pulga beramiz deyilyapti. Akalarimizdan to'liq ma'lumotni olib o'tamiz. Do'stlar, bunda biz boshlaymiz. Bo'ldi. Aka, hormaylar, charchamayapsizmi? Keling aka, assalomu alaykum. Bular aka qattiq bu endi bular. Skuterlarimiz. Bular Namangan. Namanganniki Nexus degan. Nexus firmaniki. Aha. Ay, Xitoy bo'ladi o'zi. Bitta hozir adashmasam bir 5 xildan oshig'i bor aka, bitta. Bor aka, 5-6 xili bor. 5-6 xil turi bor. Bularda endi aka tezligini, akkumulyatorini, undan keyin naqd pulini aytib o'tsak aka, to'liq ma'lumotlar berib o'tsak. Bularimiz zapas xodi 50 beradi, biz 40 kilometr beramiz akkumulyatoriga. Shularga. 6 tali akkumulyator bo'ladi-ku. Aha. Tag'i 5 tali, bu 6 talilari yangi 2025 versiya. Bularimiz $380 kelishtirib beramiz. $380. Mana shu Dugali yangi versiyalari. Bular aka kilosi qanday ko'taradi? Misol 2 kishi o'rindiqqa bor ekan, 2 kishilik. 2 kishilik. Shu bir 200 kilo atrofida odam ko'taradi, 2 kishi, 2 ta odamni ko'taradi. Bemalol ko'taradi 2 ta odam. Orqada nimasi ham bor ekan, ochib, chamadonlari bor, hamma joylab solib yuraveradi. Oldida setkalari bor, baquvvatgina. Adashmasa setkasi ham bitta odam ko'taradi. Bular servis xizmatlari ham bor. Servis xizmati ham bor. Zapchast mabodo nima bo'lib qolsa, o'zlarida bormi aka? Bor, hamma yo'g'i bor. Bular ham qanchadan aka endi bular? Xo'p, bular $360 dan. $360 Aha. Bu ham xuddi o'shunaqa kilometrga beramiz akkumulyatorni. Shu akkumulyator bularda nechta bo'lar aka? 6 tali bular. 6 tali. Bularda ham shunaqa? Ha, bular ham 6 tali, naryoqda 5 taliklari bor akkumulyatori. 5 talilar bitta ko'rsating aka. Akkumulyatorning ular 5 tali mana shular. 5 tali? Tag'i 5 tali mana shu tag'i. Bular narxi $320, nari kichkinalarniki $300 dan. Aha. Naqd pulga aka bular aytilayotgan narxlari hozir? Aytilayotgan narxlari kelishtirib beramiz. Bonusi ham oz-moz aka? Kelishtiramiz. Aha. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqsa, hammasini aytib kelib meni net ko'rishaveradi. Aka, bunimiz endi bu рабочий bu. 3 kishilikmi aka bu? Ha, bu 3 kishilik, bu рабочий. Detskiy bor ekan, detskiylar ham bor ekan. Bu tayyor tomli рабочий velosiped, skuterimiz bu. Nech pul aka bu endi? Bunisi 5 million kami bor. 5 million. Ha. Hamma o'zidan ekanda, tayyor bitta. Ha, bu tayyor bitkizib bergan. Ozmoz yurgan endi. Akkumulyator nechta tali aka buni? 6 tali buniki. 6 tali ekan, bemalol nevaralarni solib orqaga nimasi ham bor ekan orqada. Joy. Xo'p. Bunimiz qanaqa aka? Bu to'pda yangisi bu. Bunisida 850 kami bor. $850 kami bor. $850 kami bor. Ha. Xo'p, bularimiz qanaqa aka? Bulari $530 dan. $530 dan. Kami bor, kelishtirib beramiz. 6 talimi aka bu ham? Bu ham 6 tali. Buni sotildi, hozir narigisi bor. Bular hozir keri olib chiqamiz, ha. Buni sotildi. Hozir olib ketishadi. Ha, buni minib ketar ekan bir yo'l egasi. Zo'r ekan, Spark'ga o'xshab ketar ekan ko'rinishi ham. Chamgina. Xo'p, mana bu yerda velosipedimiz bor ekan aka, bu qanaqa bu endi? Ha, bu velosipedligisi, bu. Velosipedli skuter bu ham, ha? Skuter bu ham, akkumulyatori. Aha. Oyoq qo'yilgan nimaga bu aka bu? Oyoq qo'ygan yosh bolalarga o'ziga charchaganda velosiped qilib minmaydi, akkumulyatorga o'tganda oyog'ini qo'yib ko'tarib ketaveradi. Zo'r. Ikkita amortizatorli mana. Amortizatorlar ham bor ekan, qalin bor ekan. Oyoq qo'yilgan. Bunisi nimaga aka buni endi? Bunisi shu ochiladi. Yuk bo'lganda, odam ko'payganda yosh bolalar qo'yib olsa bo'laveradi mana, bunaqa ochib. Ha. Yuk bo'lsa, qop-mopda shunday qo'yadi, ketaveradi. Qo'yib ketaverar ekan. Bemalol. Kengroq bo'lar ekan orqasi. Kenga. Material nimadan aka buni? Materiali shu alyumin. Alyumin. Ha. Zo'r. Xo'p aka, endi bu $320. $320 bundan. Kelishtirib beramiz. Detskiy so'raganlarga ham bormi aka? Detskiylarga misol uchun. Xo'p, detskiy so'raganlarga akalar mana ko'ringlar. Juda ham arzon narxda ekan. Detskiy velosipedlarimiz bor mana. Necha pul aka bunisi endi?
Bular 480 ming. 480 ming so'mdan. Buni Detskilar ranglari ham bor ekan buni. Hozir qizil ekan. Axir rangi bor. Hali teri bo'lgani yo'q. Serob. Hay serob, bu ichkarini ko'rsangiz ham bo'laveradi. Ichkarida ham bor ekan. Do'stlar, ochilmaganlari bor. Yangi terilyapti. Terilayotgan holati mana shu. Detskiyda ular 3 g'ildirakligi mana. Mana shular 3 g'ildirak. Ha, detskiydik. Hali terish bo'lishgan yo'q bolalar. Terishyapti. Kattalar uchun velosipedimiz ham bor. Endi terilyapti. Mana bu yerda terib berishyapti mana. Bor hammasi, servisda hamma bor. Bular qanchadan ekan endi Detskiylar bular. Detskiylar. 400 ming so'm. 400 ming so'mdan. Buni ham kampi ham bormi aka? Kami bor, kelishtirib beramiz. Ko'proq olgangacha aka, misol foydalanaman, ko'proq olaman deganlarga ham qilib beraveramiz hammasiga ham, xudo xolasa. Xo'p, aka, manzilimizni bitta aytib qo'ying aka. Manzilimiz shu Toshloqdan kelishda hokimiyatdan o'tganda, bag'i Mag'ilondan kelgan edi, Taqachilik svetofordan o'tganda o'rtada. Yonimizda ana parlament uning bor, mashina oldida. Do'stlar, kelaverasizlar, yo'l bo'yida joylashgan, dastlabki xizmatlari ham bor, kelishgan holatda albatta. Kimgadir mashg'ulotlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqa qilib so'rasizlar, akamizdan to'liq ma'lumotlar olaverasizlar. Sog' bo'linglar.